Assalomu alaykum YouTube a'zolari. Begumuz Qiziriq kanalining kuzatuvchilari. Pavloniya ko'chatlarimiz mart oyi ekilgan, fevral-mart oyi ekilgan. Martning 25laridan boshlab chiqib boshlagan, kurtak yorib boshlagandi. Bugun 9-may. Где-то 1,5 oy ichida mana 1 metr, oldi 1 metr atrofida o'sgan ko'chatlar. Ko'chat noyabr oyi uchun, Xudo xolasa ekilgan, shu sezonimiz uchun. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilishlaringiz mumkin. Cheklangan soni 500 dona atrofida ko'chatimiz bor. Kerak insonlar murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu yerda 1 yilliklar, mana 1 yillik ko'chatlar, daraxtlarimiz. Kimga kerak bo'lsa, noyabr oyi ekilsa eng yaxshi, eng ma'qul oy noyabr. Pavloniya uchun oldi 5 metr, 6 metr, eng yaxshilari 6-7 metrgacha o'sadi. Bu rekordlar vodiy taraflarda bo'lgan, Toshkent taraflarda 10 metrdan ziyod ham o'sgan bir yilda. O'zimizdan o'tgani 6 metrgacha o'sgan. Surxondaryo, Qiziriq rayonida. Begumuz kerak bo'lganlar ham murojaat qilishlaringiz mumkin. 88 423 94 97 nomeriga aloqa chiqishlaringiz mumkin. Sog' salomat bo'lingizlar.